Tasavvur qiling, siz o'zingiz emassiz. Ovozingiz o'zgaradi, ko'zlaringiz begona bo'lib qoladi. Eng yomoni shundaki, siz uni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Jinkirish haqiqatmi yoki afsona? Stop! Video boshlanishidan oldin meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying va keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun yonida turgan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Menga qancha ko'p obunachi bo'lsa, shunday videolar chiqishi yana ham yuqoriga ko'tariladi va sizlarga shunday faktlar yetib borishi yana ham ko'payadi. Islom manbalarida va xalq orasida jin kirishi, jinlar insonlar tanasiga ta'sir ko'rsatilishi deb tushuniladi. Ba'zan bu ruhan holat bilan adashadi, ba'zan esa insonlar o'zi boshqara olmaydigan harakatlarni qilishadi. Jin kirishining alomatlari eng ko'p aytiladigan alomatlar bular: ovoz o'zgarishi, doimiy qo'rquv va agressiya, Qur'on eshitganda bezovtalik, tushda doim bir xil qora mavjudotlar ko'rish va o'zini eslay olmaydigan holatlar. Lekin bu doim ham jinlar bilan bog'liq degani emas. Tarixda jin kirish bilan bog'liq holatlar juda ko'plab bo'lgan. Ba'zi joylarda maxsus ruqiya o'qiydigan odamlar bo'lgan. Eng qiziq tomoni shundaki, ruqiya o'qilayotgan paytda bemor begona tilda ham gapirgan. Eng xavfli holatlar: o'yin sifatida chaqirishlar, oyna bilan marosimlar, hech kim yo'q joyda qilinadigan noma'lum amallar. Ko'p odamlar buni o'yin deb boshlaydilar. O'yin esa keyinchalik fojiaga aylanishi mumkin. Mutaxassislar aytishicha, qo'rquvning o'zi ham insonni zaiflashtiradi. Diniy va ruhiy barqarorlik insonning eng katta himoyasidir. Bu video shunchaki disclaimer sifatida, ya'ni insonni ogohlantirish sifatida olingan. Siz hech qachon bunday usullarni sinab ko'rmang. Videoni shu yerda stop qilamiz, chunki siz menga hali ham obuna bo'lmadingiz. Men yaqinda statistikaga qarasam, ana shuncha odam meni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Agar menga shuncha odam obuna bo'lib qo'ysa, meni yana ham videoga olish motivatsiyam ko'tariladi va sizga shunday videolar chiqsa yana ham ko'tariladi. Agar siz menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ozroq pastga o'tib obuna bo'ling, videoga like bosing va yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va keyingi safargi videolar birinchi bo'lib sizda chiqadi. Xalq e'tiqodlarida jinlar insonlar zaiflik paytida yaqinlashadi deyilgan. Insonlarning zaif paytlari esa kuchli qo'rquv payt, qattiq g'azab va tushkunlik, mastlik yoki hushsiz holatlar, yolg'izlik va qorong'u joylarda deyilgan. Ko'plab guvohlar hodisalarni aynan tunning yarmida boshlangan deb aytishadi, chunki kechasi insonlar ongi charchagan bo'ladi, miya himoyasi sustlashadi, tasavvur kengayadi, tinchlik esa har bir tovushni qo'rqinchli qiladi. Ba'zi mutaxassislar ovoz o'zgarishini ongni boshqa holatga o'tishi bilan bog'laydi, ammo e'tiqodlarda bu o'zga mavjudotlar talqini deb hisoblangan. Eng katta xato ularni o'yin deb qabul qilishdir. Ko'pchilik holatlar esa aynan hazilning orqasidan kelib chiqqan deyishadi. Endi esa sizlarga savol: agar bularning barchasi afsona bo'lsa, nega hamma bir xil holatni tasvirlaydi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'rta asrlarda ayrim mamlakatlarda jin kirgan deb hisoblangan odamlar alohida nazorat ostida bo'lgan. Ba'zilar shifo topib ketgan, ba'zilar esa umuman o'ziga kelmagan. Shu yerda video yakun topadi. Siz agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'ying va keyingi videolarim chiqqanda o'tkazib yubormaslik uchun yonida turgan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va kelasi safar qo'ygan yangi videolarim birinchi bo'lib sizda chiqadi va shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi safar ko'rishguncha deb qolaman.